internetda bitta videoga ko'zim tushib qoldi. Agarda remenni mana bunaqa taqilgan qoldiradigan bo'lsak, akkumulyator o'ldirib qo'yadi degan fikr yuribdi va bu minglab like yozishga sabab bo'libdi. Endi bu haqida fikrimni aytadigan bo'lsam, faraz qilinglar, mana bu remenni taqib ketdik. Sizlar ost qismi ulangan, bir xil mashinalar bilasizlar o'zib tashlaydi. Ulangan bo'ladigan bo'lsa, bu remen taqilganidan keyin ham akkumulyator o'lishiga hech qachon sabab bo'lmaydi. Chunki mashinani zamonini o'chirib, kalitni olib tushib ketgandan so'ng yoki start-stopni o'chirib mashinani yopib qulflangandan so'ng mashina uzog'i 10 daqiqa ichida elektron blok ichkaridagi hamma sistemaga boradigan tokni uzadi. Butkul uziladi hammasi. Bu hamma avtomashinada bir xil tuzilgan. Elektromobildan tortib to o'sha eng qimmat bo'lgan Tahoe yoki Mercedes G-likgacha bo'lgan mashinalarning hammasi shunaqa sistema ishlaydi. Bundan xulosa shuki, remenda mana bunday taqib qo'ysa, hech qachon akkumulyatorni o'ldirib qo'ymaydi. Bu videoni kelgan insonlarga jo'natib qo'yinglar.